qancha bo'ldi aka bu? Bu 400 kilolik motorolchamizni $720 dan qilib berdik, kelishtirilgan holatda. So'mga qancha bo'ladi? So'mga narxini hisoblab, bugungi kursga hisoblab beramiz. Kecha ham biz pichoqga sotishgan ekansizlar. Pichoqga ham shu mahalla do'stlarimiz. 30 ta molga slyus oshganlarni syomka qildim, buni video ichida qo'yib yuboraman. Xuddi mashalloh. Bu chiramadi hamki, Hamijon bu. Masli. Akalar mana shuni zatni qilar ekan. Mana ba'da atalar tayyor. Charchamayapsizmi? Slyuslarni bosyapsiz. Ba'da novosdan boqilyapti aka. Keng obunachilar bilan so'rashib qo'yaylik. Biz 3 yildan beri birga ishlaymiz shu inson bilan. Charchamayapsizmi aka? Men slyuslarni boskingancha reklama qilganman. Qanaqa bosishlarni ham syomka qilganman, to'g'rimi Hamijon? Yangilik-ku. Yangilik osonlashyapti-da, borgan sari. Osonlashyapti. Mashalloh. Buni qayerdan oldingiz? To'g'risini xolis ayting uka. Qo'shnimizdan oldik. Qo'shnimdan oldilarmi? Ya gap yo'q. Bu afzalligi nimada bu? Oldin bilardim buni aravachada nima qilardilaring, ha? Toshirdilaring. 5 res kirasida ega toshir. Vaqtingiz o'tadi. Bunda 1 res solasiz, bo'ladi. Malades. Slyus ham zo'r turibdi ekan. Yangi olibsiz, ha? Yangi salom. Hafta bo'lmabdi hali? Yo'q, o'zi ular yig'ib qo'ygan ekan, ertasiga biz boribmiz. Boshqa obunachilarimiz o'zimiz mahallamizda bugun motorollarda, skuterlar va satlarda ma'lumotini beramiz. Va Qo'qon shahar yo'li va ko'prik. Hozir o'tib akalar chiroyli qilib ma'lumot beramiz. Bu yerda assortiment ko'p, narx-navosi ham juda arzon akalar. Kecha esingizda bo'lsa, mashina o'tib olsin. Kecha esingizda bo'lsa, hurmatli obunachilarimiz, motorolda slyuslar sotilgan syomka qildim, Pichoqda. Juda haligi dasyor ekanda bu narsa. Bitta xo'jalikka bitta kerak deb o'ylayman. Mashina to'xtamayapti. Assalomu alaykum. Ukam, qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sen qatnavda mahallalarga. Yo'limizdan shu. Charchamayapsizmi? Ha, rahmat, yetib. Ukam kecha Pichoqga Ilhom akalarga sotgan ekansiz skuterdan, adashmasam men bundan, ha? Ha, bu 400 kilolik motor. Ha, 400 kilolik, ha? Mana shuni men afzalligini ko'rsatdim-da. Birinchi syomka bunaqa motorlar syomka qilmaganman. Lekin sizdan ko'p narsa olganman. Dadamga, bolalarimga vasat olganman. Xudo xolasa obunachilarga tavsiya qilaman. Arzon narxlar aytib bersangiz, inshaalloh. Oxirgi narxlarni arzonroq qilib chiqarib bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bugungi sanamiz 16-yanvar, haftaning juma kuni. Biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidamiz. Ukam qayerdan boshlaymiz? Boshidan boshlab ketaveramiz aka, sizga. Tonnali ham bormi? Bu 400 kilolik ekan-a? Bu 400 kilolik, 300 kilolikdan boshlanadi. Bu necha kilolik mana shu? Bu 1 tonnalik motorolimiz, hozir eng hadava ketib turgani. Ha? Akkumulyatori. Bu ochib bo'lami? Ha, bortini ochib ko'rsataman. Oh, mashalloh. Bo'la bortni baquvvatini tekshirib bering deydi-ku, ukam. Aha. Mana 6 tali ekan sizlardiki? Ha, eng baquvvat shular. Resoramazatorlar 4 tadan qo'yilgan bo'ladi. Buni akkumulyatori 72 ga 72 likdan 6 ta qo'yilgan. Nimasi ham bo'lami? Sandig'i bo'ladi. Miya motorlari ham 2000 lik. O'zini kaliti bu? Bu o'zini kaliti. Hop. Yaxshi. Bu 1 tonna yuk oladi. Xo'p, biz obunachilarga qancha bu? Buni aka oxirgi narxi $1080 sotilinyapti. Bizga obunachilarga. Birinchi syomka qilishimi, Jon aka? Sizni obunachilaringizga aka buni bo'ladigan narxi hop $1060 dan qilib beryapmiz. Ishimiz 5 bo'lsin mana. Unisini aka kelishamiz. Yo'q, unaqa demang. Konkiret. Aka, birinchi reklama qilishimmi? Obunachilar bilishadi. Lekin bitta xo'jalikka bitta kerak ekan. Bo'lganda ham mol boqilgan obunachilarimizga. Bu bedorimitta bu bilan. Aha. Xo'p, buni har xil ranglari bor ekan-a? Buni narxini aka $1060 deyapmiz. Hop. Yana jinnetni kelishtirib beramiz. O'zi oxirgi narxidan sizga qilib berilyapti obunachilaringizga. Bitta zaryad qilinsa qancha yuradi shunda? Bitta zaryad qilinsa, bu hozirgi qish kuniga 50-60 kilometr yurib beradi. Qish kuni yozda ko'proq. Yozda 80 kilometrgacha yuradi. Xo'p, davom etamiz. Bularchi? Bular elektromobillarimiz, turbololi, laboni arzon varianti. Bu yomg'irda gapiradi-da bu. Yomg'irda zo'r. Bunga 6 ta 76 amperli akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Miya motori 2000 lik. Borti 180 ga 120 bo'ladi aka. Lesa-tesa bo'lar ekan bu. Ha, buni borti chuqur bo'ladi aka. Buni puli qancha? Buni pulini
$2000 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Buni sotuvda qarabda endi, sifatiga qarab. Sifatiga qarab eng oxirgi modellari mana shular. Tushunarli. Sotuvda 3 xil rangi bor. Hozir eng ko'p sotib turgan qaysi biz motorlar ichida? Hadovoy. 1 tonnaliklarda eng hadovoy ketib turgani birinchi ko'rsatganimiz 400 kiloliklar mana shular. Ya buni kecha aka syomka qildim. Hozir obunachilarga ham aytdim-ku. Yangi versiyalari shunaqa. Nechaga berdilaring taxminan? Taxminan buni aka $730 dan qilib beryapmiz. Optim narxda klientlarga. Bu ham hadovoy ketib turgani. Bir yurg'izib ko'ring-chi, bir oyog'ini ko'rak-chi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. O. Hurmatli obunachilar, optim joyga kelganmiz. Ukaxon keyin zapchaslari agar nobodda buzilmasmi? Bor o'zimizda. O'zimizda hamma yo'g'ini yetkazib beramiz. Adres bilan biz yaxshimiz Nodir akam bilan. Nodir akam birinchi qo'lab aytdi. Qo'qonda ham bor. Qo'qonda ham amakimiz joylari bor. Xo'p, baqa o'taylikchi. Menga haliga ketma-ket ko'rsatib ketaveringchi. Bo'ldi, aka, labimiz salon qismini ko'rsatib o'taylik. Qani ochingchi. Ko'rsatmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Salon qismi mashinaga o'xshab birga o'tirib ko'ringchi, qana odam joylashar ekan. Ko'ringchi. Ichiga aka 170 bora bemalol o'tirsa bo'laveradi. 2 kishi? Ha, 2 kishi sig'ib ketadi. Mashallah. Minish ham oson aka. Mashina rulli bo'ladi, gaz tormoz oyog'ida bo'ladi. Ha. Avtomat korobka, zadniy kameralarigacha bor. Tepasiga aka buni proyektorlari, bagajlari, luklari qo'yilgan bo'ladi. Eshiklari shumka qilingan bo'ladi. Ha, shumka qilingan bo'ladi-da, bu, qarang. Buni to'rala baloni jitkis tormozli bo'ladi. Joyida ushlaydi. Joyida ushlaydi. Ha, otaxonlar ham qiynalmay bemalol to'xtab olsa bo'ladi. Nevaralar bilan birga yurganda, ha, juda qulay qilib ishlangan. Xo'p. Puli qancha dedingizmi? Buni $2000 deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Buni telefon qilsa, arzonroq qilib. Endi kelib, ko'rib, savdo qilsa, bir boshqacha bo'ladi. Kelishtirib beramiz. Biz obunachiga ichki narxda qilib berasiz. Bo'ldi. Birinchi syomkada, aka. Keyingi qaysi boramiz? Keyingi modelimiz mana. Bu ancha qiziq ekan ranglari. Ha, bu 3 balonli kabinali motorolimiz, salon qismlari ham malosni qilib ishlangan. Bu ham mashina rolli bo'ladi. Bunisi ham zo'r ekan-a buni? Ha, tablolari ham bor, zadniy kameralariga ko'rsatadi. Bu ham avtomat korobka. Gaz tormoz oyog'ida bo'ladi. 6 ta bunga 58 li akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Kilo qancha oladi? Bu 1 tonnalik. Buni ham borti, zapaskasi ham bor. bo'ladi. Zapaska balonlarigacha bor ekan. Yaxshi zo'r, ha. Qani oldini ko'raychi ham bitta. Oldindan ko'rsatib o'tsasak. Oldinda ham bularda proyektorlari, pastiga addenli faralar qo'yilgan bo'ladi. Bu ancha qiziq ekan. Aha. Hozirda eng hadovoy ketib turgan modellardan biri. Aytadi, do'koni bo'lsa, mashinalar o'rniga aka yukni ham zakon oladi-da. Yuklar ham qiynalmasdan borib kelib beradi. Buni arzonroq, hamyonbop. Bunisi-chi? Buni narxini, kabinaligimiz narxini $1330 deyapmiz. Buni ham kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Bularchi? Bu modelimiz $1100 deyilyapti. Buni ham oxirgi narxi $1070 siz obunachilaringizga. Narigi modellar bilan farqi, buni kuzovi kattaroq bo'ladi. Ichiga yuk ko'proq sig'adi. Bilishimcha chuqurroq ekan bu. Ha, chuqurroq bo'ladi. Akalar bitta olib qo'ysa ham bo'laradi. Misol uchun 100 ta moli bor odamga ham 50 ta molga cho'radi mana shu. Shunaqa. Endi ishchi qiynalmaydi-da. Hozir shunday qilishyapti-ku, yo'lay bor, ikki tarafga mol baylabdi, yo'layni 3 metr qilishyapti-da. Bemalol borib, kelib mollarga yemini beryapti. Oldini taravachalarda sekin g'ildiratib borishadi. Hozir afzalligi yaxshi. Afzalligi quliklari yaxshi. Xo'p, bularchi ukaxon? Xo'sh, bularimizni narxini aka $1080 dan deyapmiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bularga 6 ta akkumulyator qo'yilgan, 68 li, zakazga 72 li ham qo'ydirib beraveramiz. Miya motorlari 1800 bo'ladi aka. Bular hammasi 60-70 kilometr yurib beradi. 1 tonna yukni bemalol tortadi. Garantiyalarigacha yozib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xo'p. Ukaxon har kuni ishlasizlar-da? Bizda dam yo'q. Dam yo'q, ha? Kechqurun yuk chiqarib beraveramiz. Yana qaysilarni ko'ramiz? Biroz chiqolmasin-ku. Benzinli motorlarimizni mana ko'rsatib o'tamiz. Bahaybati bular. Ha, buni ham 6-7 xil modellari bor. Birinchi modelimiz 3 tonnalik samasval, to'rala balon, to'rbalonli, mana ko'rishingiz mumkin. 3 tonnali bu? Bu 3 tonnalik. Benzini nechta edi bu? Buni rasxoti 8-10 litr deyilyapti yuziga, tomlari qo'yilgan. Odamni qaritadi bu aka. Shunaqa. Shunaqa. Motori Xitoy. Mana buni ochingchi. Samnesini. Aqasin, klyonkasi. Endi akalar yomg'ir yog'masin deb taylab qo'yishgan. Ukaxon bu ancha qiziq ekan bu.
Buni ham borti 2 metr bo'ladi. Lesa apolovkalar ichiga bemalol sig'adi. O'zi og'daradi. O'zi og'daradi. O'zi og'daradi sanasi. Odam dangasa qo'ygansizlar. Oxiri bor. Xo'p, buni kichkinasi aqdami? Ikkalasi bir minisi. xil model. Ha. U samasfal emas, u og'darmaydi, uni tomi yo'q. Buni Ha. narxini birinchisini 3,5 ming dollar deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Ha. Buni motor kubi Boshida 250 ekan. kublik bo'ladi. Ha. Balonlar qanday ekan? Balonlari ham shu cho'lda yo botqoqliklarda Tortib ketadiganlar ekan. oldiga lebotkalar qo'yilgan bo'ladi. Qani o'tinchi bag'iga. Ushlab ko'ramizmi? Ketma-ketlikda. Aha, bu modelimiz 3,5 ming deyapmiz. Buni kelishtirib beramiz. Kelishtirib Bunisi beramiz. Xuddi shuni og'darmaydigan tom yo'q varianti. Buni narxini 2950 deyapmiz. Kelishtirib beramiz. O tanlovga qarab ekanda. Tanlovga qarab har xil narx beramiz. Bularchi? Xo'sh. Bunimiz aka bu ham 3 tonna samasfal, bu 3 Ha. balonlik. Orqasida 2 tadan 4 ta balon qo'yilgan bo'ladi. Oldi bittalik bo'ladi. Bu ham Jahon 250 hammasini kublik. zashta baloni bor. Hammasini zapaska balon, kaska, Menga vasat berganingizda nasos ham berodingiz-da. O'shanaqalari ham bo'ladimi? Bularni ham aka bonusiga narsalari Ha, bor. bo'ldi. Buni narxini aka 2620 dollardan deyapmiz. Kelishtirib beramiz buni ham. Ha. Bo'ldi. Bu Endi modelimiz qarangda, davina bori birinchi o'tiradi-da, bu o'zimizni mahallamizni akalar, do'kon. Bu yerda 3 ta olganman. Dadamga aytganimda, o'zim bolalarimga narsa olganman bu. Varsab. Chotka ishlayapti mana. bu Xo'p. modelimizni ham aka ko'rsatib o'taylik. Ikkita modelimiz bor mana. Qaysini? Bu modelimiz shu mol qo'y toshigan juda qulay qilib ishlangan. Arqa reshotkalari qo'yilgan bo'ladi. Qo'yding aka, qo'yga gapiradi bu. Ha, qo'y Mollarni mollarga qara. juda mos. Molgayi ikkita sig'adi, qo'y ko'proq sig'adi. Mana havo olishlarigacha qilib qo'yish kerak ekan. Buni motor kubi 200 kublik bo'ladi. Buni narxini 2020 dollar deyapmiz. Borti 220 bo'ladi. Buni ham kelishtirib Qani arzon atrof narxlarda orqasidan qilib ko'raylik ukaxon. Bu kilonkiz olib turingchi. Bor. Sizlarning lakasilang zo'rda, yo'lda bo'ydi. Aha. Kelgan odam bu yerda zavod qilib, minib ko'rgan sharoitimiz bor ekanda. Sharoitimiz bor aka. O'zimiz buni tekshirib beramiz. Qo'y ekan ukammi? Aha. Qay tomonda mana ko'rsatasiz aka. Tirikchilik qilib- yo'llariga chiqib. Tirikchilik qilsa ham bo'ladi, xudo xolasa bunda akalar. Aha. Bozorga toshsam deyapman-da endi. 1,5 tonna, 2 tonnani bemalol o'ynab kulib tortadi mana shular aka. Misol qo'yiz masa bo'lsa aka 60 kilo, 70 kilo bo'ladi-da, kichkinalari. Shunaqa. Ana shunaqadan 10 tan bossa ham 600 kilo degan ekanda, bu 1,5 tonna deyapsiz. Xo'p, pullari qancha bularni? Buni pulini reshotkaligini 2020 dollar deyapmiz. Hop. Bunisini 2000 dollar deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Farqi reshotkasi, narigida reshotka bor, bunda reshotkasi variant. Savdosi bor hammasi. Savdosi bor, kelishtirib beramiz. Xo'p, baqayim o'tamiz o'tirib. Ha, bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu eng kichkina benzinli motorimiz 1,5 tonnalik bu. Motor kubi 200 kublik bo'ladi. Benzinli nisbatan misol uzoqroq yuradi. Ha, Yo'lda benzinli- qolib ketmaydi. Uzoqroq xizmat qilib beradi. Ha. Buni narxini 1800 dollar deyapmiz. Bu tonna oladimi shunda? Bu 1,5 tonnalik. Tonnadan ko'proq oladi. Zapaska balon, kaska jiletlari ham bor. Ha, bortlari ham ancha qalin qilib Bular ishlangan. maqtashmasi o'zi bilinib turibdi. Men to'g'risi o'zim foydalanmaganman bu narsa motorlardan. Lekin akalar mana hozir ancha baquvvatda ekan bu. Ancha baquvvat qilib ishlangan. Bizni o'zbeklarga kerak. Ha, Chorvasi bormi? Chorvalarga Misol uchun o'zim do'koni bormi? Dehqonchiligi bormi? Endi bu benzinligi dehqonchilik ko'proq bo'lsa kerak. Haligi misol uchun haligi bug'doylarni yer ichidan toshib chiqqani, kartoshka, sabzavot ekinlarini. Endi hozir arachani olib kelib bos degan zamon o'tdi-da endi. shunaqa aka. Hozir qulaylik. Qaysidan ko'ramiz chiqib endi? ketdi. Oldi tomondan ko'rsatamiz aka mana. Naqadar o'lchaga qilib berasiz-da, xudo xolasa. Bo'ldi aka, Bo'ldi. buni ham arzon qilib Qiziq ekan, ishlatib bu ham. beramiz. Ha, bo'ldi. Bularni-chi uka mana shularni aytib qo'yingchi. Bularni. Bo'ldi. Bu qanaqa model? Bularimiz aka Ichkilarni- 500 kilolik, 500 kilo yukni bemalol ko'taradi. Hali 400 dan kattaroq-a bular? Hali Ha, ko'rganimizdan. 400 dan kattaroq. Sotishchi kelar ekanman. Ha, buni laboga yuklab hozir chiqarib yuboryapmiz klientimizga. Tushunarli. Bu Hop. 500 kilolik, 5 ta akkumulyatorli 58 likdan miya motori 1200 bo'ladi aka. Ha. Mana oldi dugalarni ko'rsatib o'tamiz. Dugalari o'zidan chiqqan bo'ladi aka. Arqa balonlariga palovoz qo'yilgan bo'ladi. Ha. Resor amortizatorlari 4 taligi bor, 2 taligi bor, zapaska balonlarigacha bor aka. Bunimizni narxini aka 890 dollar deyapmiz. Ha.
Bunisini Haligiga 50 dollar qo'shsa bo'ldi ekanda, haliga. Shunaqa, ha. 100 kiloliga. razницasi chiqancha bo'lmaydi. Tushunadi. Bo'ldi. Bular ham Xitoydagi чистый hakimlar. Uka, mana misol uchun bitta narsa masalan, siz mutaxassis sifatida, mana men bu sohada bilmayman hech narsani. O'zim shug'ullanib bo'lmaganman. Siz endi shuning ichida tug'ildingiz, aka. Qarab turing. 50 ta moli bor odamga ko'p chidaydigani elektrmi, benzinmi? Talabga qarab, ko'pchilik arzonroq varianti elektronligini oladi, ko'pchilik baqatroq deb benzinligini oladi. Ikkalasi ham samarali. Endi qarab turing, savol. Namoda biror nima bo'lgan servis xizmatlarimiz, zapchast xizmatlarimiz bormi? Servis xizmatlarimiz bor aka, zapchasimiz o'zimiz tanishlarda bor. Optim narxda qilib yetkazib beramiz zapchastlarni. Ash gap kerak. Endi buzilib qolgandan keyin tuzatish kerak-ku, to'g'rimi? Ha, avvalo buzilmaydi-yu, xudo xolos ko'pchi deydi-yu. Ha. Biz endi shunaqa savollar beramiz-da. Bo'ldi. Yangi modellarimiz 1 tonnali 6 ta akkumulyatorli 72 lik boshida ko'rsatganimizni sal навороченный varianti. Pro varianti. Oldiga jitstorimiz qo'yilgan bo'ladi. Ha, faralari to'rttalik bo'ladi aka. Zapaska balonlarigacha bor buni. Buni 3-4 xil rangi sotuvda mavjud. Kilometri 60 kilometrgacha yuradi. Buni narxini aka 1130 dollar deyapmiz. Kelishtirib beramiz. 1130. Yo'g'on sizlar kelsa ish bitar ekanda. Ha, kelib savdolashsa boshqa bo'ladi baribir. Ha, yana savdolashsa tushib beramiz. Kelishtirib beramiz. Endi ukaxon aytyapman, sizga ishonchim kuchliroq-da. O'shaning uchun bunaqa motorlarni va sablar reklama qilmaganman-da. Ishonch kuchli bo'lgani uchun keldim. Xudo xohlasa obunachim kelsa uyalib qolmaydi. Qanaqa o'tamiz endi? Bu motorimizni ko'rsatib o'tamiz aka mana. Buni uchola balonga jitstorimiz qo'yilgan bo'ladi. Bularga nisbatan ancha baqvat qilib ishlangan. Buni ham ramasi 6 talik. Bularni arqa torimizi kalotkali bo'ladi, oldi jitsli bo'ladi. Buni uchola baloni ham jitstorimiz qo'yilgan bo'ladi. Ha. Bunimizni narxini 1150 dollar deyapmiz, kelishtirib beramiz. Buni ham arzonroq qilib beramiz. Xo'p. Ba'da 300 kilo, 500 kilolik materiallarimiz bor, ko'rsatib. Xo'p, akalar davom etamiz. Ukaxon, bu necha kilolik endi bu tarafi? Bular aka 300 kilodan 500 kilogacha 3 xil modelimiz bor. 300 kilo, 400 kilolik, 500 kilolik. Buni ham 2 xil modeli bor. Sizga hozir qulaylik tomonlarni ko'rsatib o'taman. Mashaalloh. Birinchi modelimiz 300 kilolik skuterimiz aka. Buni qulaylik tomoni ham odam o'tiradigan bo'ladi. Ham aka Hamma o'zi keladi o'shidan. Aha, ham yukxona, ham odam o'tiradigan bo'ladi. Malla ishlab qo'yibdi-yu aka. Ha, shu 250 kilo, 300 kilo ikkita bemalol ko'taraveradi aka. Ixchamgina aka. Buni akkumulyatori 5 ta 32 lik qo'yilgan bo'ladi aka. Aha. Hozirgi qishki kuniga bu ham 40-50 kilometr yurib beraveradi. Bunimizni narxini aka bunimizni narxini aka 650 dollar deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Sizni obunachilaringizga kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Biz ko'proq tushib beramiz degan gapni ko'proq ishlating. Bo'ldi aka, arzonroq. Baqa 400 mingtaga, baqa 700 mingtaga olib ketyapti aka Instagram. Aka, arzonroq qilib beramiz. Ikkinchi modelimiz xuddi shu birinchi modelni sakadiskali jitstorimiz qo'yilgan varianti. Buniki nima ekanda? Temir ekan bu sakadiski. Buniki kalotkali, bu jitsli. Ham sakadiska qo'yilgan variant. Ha, tormozni ushlaydigan ham zo'r ekan. Bu ham 300 kilo yuk oladi. Bunga 5 ta 32 akkumulyator qo'yilgan bo'ladi aka. Buni ham ikkalasida kolonkalari, telefon postavkalari, kaska jiletlar bonusiga qo'shib beramiz. Bu ham ukaxon yig'ishtiriladimi? Bu ham aka xuddi shunga o'xshab. Shuni zo'r ishlab qo'yibdi aka. Yig'ishtirish ham oson aka. Oson, ha. Birgina harakat bilan yig'ilinadi. Mana akalar kaskalari ham bor ekan. Молодец. Xitoy brend. Bu brend aka. Bunimizni narxini aka 680 dollar qilib beryapmiz. Buni ham kelishtirib arzon qilib beramiz. Buni ham 2-3 xil ranglari aka mana ko'rsatib o'tamiz. Sotuvda mavjud. Rangi ham chiroyli ekan, aka. Ranglari ham aka chiroyli qilib ishlangan. Hadoviy ranglar, qora bilan mokri aka. Qo'ltorimizlarigacha qo'yilgan bo'ladi aka bular. Bular bir xil ekan, bular? Bular bir xil. Rangida farqi bor aka bular. Endi jiddiylashdik-a? Aha, bu modelimiz aka 400 kilolik. Haligini shuni sherigini, qorasini sotib oldik. Bu ham qo'yib ketaman boshiga. Ha, bu ham hamyonbop va hadoviy ketib turgan materialchalarimizdan biri. Bunga 5 ta 45 lik akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Aha. Miya motori aka 1200. Borti ham aka katta bort qo'yilgan bo'ladi. Aha. Hamyonbop qilib chiroyli narxlarda. Sal tortinchi oldiga baqa chiqaringchi. Ranglari ham aka chiroyli qilib ishlangan. Ukaxon,
O'shalik 50 ta novosi bolalarga rosa qulay ekan bu. Shunaqa, ha. Endi shuni tushunyapman-da, og'ilga hamma zo'rak. o'ziga gap yo'q. Oshxonaga, do'konlarga, bozorlarga akalar bitta odam qiynalmaydi, beli og'rimaydi, maza qilib yuraveradi. Buni akkumulyatorni tushuntiringchi? Buni akkumulyatori 5 ta 45 lik akkumulyator qo'yilgan bo'ladi aka. Aha. Miga motori aka, bularki 1000 lik bo'ladi. Hop. Resor amortizatorlar qo'yilgan bo'ladi. Ramalar aka 2 qavatli bo'ladi. Buni ham, Do'ynon ekanda. ha, sandig'i bor aka. Hamma materiallarimizga keyin kafolat, garantiya qog'ozi bo'ladi. Shunga hamma narsasini Xitoyligiga garantiya qilib yozib beramiz. Отдельный biror akkumulyatoriga kilometr chiqishiga garantiya beriladi. O'sha gap aka, ishonganim uchun aka. Xudo xolasa hamyonbop sifatli narsalar yetkazib Xo'p, beramiz. bunisi bundan povorroq ekan-a? Ha, Bular buni narxini 400 kiloligimizni narxini aka Ha. $770 deyapmiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz buni ham. Ha. 500 kilolik materialimiz. Buni ham aka ko'rsatib o'tasiz. Hadovoy ketib turgani, oldi dugalari o'zidan chiqqan, baloni katta modeli. Cherokee ekan. Tortinchi balon bunaqa? Cherokee. Yo'q, Instagramga ham alohida video qilamiz bularda. Bo'ldi aka, hammasini отдельно qilib o'tamiz. Chunki akalar hozir eng kerak narsa bitta xo'jalikka bitta bo'lish kerak deb o'ylayman. Hozir kunda. Malades. Bu niqasi ham uzun ekan-a? Buni borti Gaz 400 ya. kiloligiga nisbatan ancha uzun bo'ladi aka. Ha. Modeli ham chiroyli ekanda. Buni Ha, afzalligini chiroyli. aytingchi. Buni akkumulyatori 5 ta 58 lik akkumulyator qo'yilgan. Miya motori 1200 aka. Ha. Buni zo'r tomoni aka, balonlari palosli, 500 kilo yukda ham bemalol qiynalmay tortadi. Oldi dugalari o'zidan chiqqan bo'ladi aka. Aha. Buni ham pastki qismida aka sandiqlari bor. Mana ko'rsatib o'tasiz. Kerakli narsalar solib yursangiz bo'ladi. Baquvvatli. Buni bu 500 kiloligimiz narxini $890 deyapmiz, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz aka buni ham. Xuddi shu modelimizni arzon varianti bor aka, ko'rsatib o'tamiz buni ham. Sizlarda Viber ko'p ekanda, akaxon. Viber har xildan bor. Telefon qilsalaring hamma xil turidan topib beramiz. Ha. Buni arzonroq varianti. Ha. Buni arzonligining sababi miya motor akkumulyatorlar bir xil bo'ladi, kilometr bir xil yuradi. Borti bilan balonda farqi bor. Buni balonni ingichkaroq balon qo'yilgan bo'ladi. Ha, ha, ha. Keyin bortlarida, shaklida, keyin kattaligida jicha farqi bo'ladi. Tushunarli. Akkumulyator Puli qancha bo'ladi bir xil. Buni pulini $850 deyapmiz. U 890 ida. U $890 500 kiloligimiz. Ha. Buni Buni ham o'sha qora- sandiqlari, Ha, sandiqlari bor akachada. cho'lmalari, dasturlari bunaqasi. Buni ham aka Sertifikatlari qora bor. mokriy ranglari sotuvda bor. Ukaxon dastlabkilar qanaqa bo'ladi? Dastavkalar aka kelishilingan holda Ha. telefon qilishsa, ularni gaplashib, narxlarini ham gaplashib arzonroq qilib chiqarib beramiz. Tushunarli. Hop. Buni chekkadagi qorasi ekanda buni. Ha, Buni shu. qorasi ekanda. Birinchi modelimiz qorasi. Ha, birinchi Har modelda. ranglari bor. Balonni Balonni kattasi. tanimda. Malades. Hammasini zapaska balonlari bor, ha? Yo'q, bularda yo'q, boshqa modellarda bor. Zavazkoy bularda yo'q ama. Ha. Lekin Zakazga bularga qo'ydirib ham beraveramiz. qo'ydirib beramiz. Qo'ydirib beraveramiz. Yashang. Xo'p, qaysilarni ko'ramiz endi? Endi aka kulreli skuterlarimiz ko'rsatib o'tamiz. Menga to'g'risiga qiziqda bu syomka qilish, chunki qaysi uyga kirsam bitta ko'ryapman-da hozir. hamma xonadonda bor Yo'q, aka. borda biz endi ko'p xonadonga kiramiz-ku. Ha, Odamlar bilganda. shunaqa aka. Buchi? Bu aka 300 kilolik motor o'lchamiz bu ham. Ixcham Ham 3 xonali bo'ladi. Bu ham aka odam o'tiradigan qilsa ham bo'ladi mana. Ha, ha, ha. Malades. Bir kishi, ikki kishi iplab o'tirsa ham bo'ladi. Yonida ishichalari ham bor aka. Yosh keltirib qo'yibsizlar, ha? Hamma qulaylik qilingan bo'ladi aka. Mashalloh. Yosh bola chiqadigan bo'lsa, qiynalmas ekanda. Aha, ikkala tomonda ham eshigi bor aka. Ajoyib. Bunga 5 ta 32 lik akkumulyator qo'yilgan. Aha. 50 kilometr bemalol yuradi bular ham. Puli qancha bo'ladi shunda? Buni pulini $780 deyapmiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. O'sha gap aka, biz obunachilarga. Sizni obunachilaringizga arzon qilib beramiz. So'mga hisoblab turib, yana ham tushib bersanglar ham yaxshi Ha, bo'ladi. arzonroq qilib kelishtirib beramiz. Xo'p, davom etamiz. Endi bu modelimiz aka yosh katta otaxonlar uchun hamyonbop model. Bir kishi ichiga Voy. sig'adi. Tomlari bor, yoniga tentlarni zakazga qo'ydirib beramiz. Mahallada, choyxona, choyxona. poyxonaga chiqqan zo'r model. Gap yo'q, akalar mana. Bakovlargacha bor ekan. Ajoyib. Shu aytganingizdek, bir kishilik ekan bu. Buni puli qancha? Buni pulini $680 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Ha, 40-50 kilometr yuradi bu ham. Aha.
Bu ham 300 kilolik motorolimiz, ham odam o'tiradigan, ham yukxonali bo'ladi. Birinchi ko'rsatgan modelimiz akkumulyatori 6 talik varianti, saka diski va jirk tormoz qo'yilgan varianti. Unga nisbatan kuchliroq variant. Ukaxon bitta narsada kelgan odamda menga o'xshab bilim bo'lmaydi-da. Men birinchi syomka qilishim bu. Siz o'zingiz variant berib, nima ishlatasiz, qaysi holatda, kimdir dalada kartoshka topshiradi, kimdir do'konda. Shunga qarab maslahat beraverasiz. Bu modellarimiz asosan yosh katta otaxonlar uchun rasamoz, ro'zg'orga mos 200 kilo, 300 kilo yukni oladi. Ham qulaylik tomoni odam o'tirib ketsa ham bo'ladi. 2 kishi jami opshi hisobda 4 kishi eplab o'tirsa bo'ladi. Shu tomonlari bor ekan. Qulaylik tomonlari. Ixcham ekan-da, qani? Ixchamgina. Buyumda, uyda g'izg'izliklariga nima qilib olib turgan. Buni narxini aka $800 deyapmiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz aka buni ham. Kami bor. Kami bor. Endi oldi qatorda 3 xildiraylik skuterlarimizni ko'rsatib o'taman aka. Hop. Mana shu qolib ketdi. Ko'p ko'ryapman mana shu. Mahalla ko'rish ko'p ko'ryapman mana shu. Bu ham hadava ketadigan 3 xildiraylik. Puli yengil shekilli menimcha bularda. Bular pullar arzonroq chiqadi. Ha. Gap yo'q. Saka diskali ekanda. Saka diskali bo'ladi aka. Oyoqda ham, qo'lda ham tormozlari bor aka. 3 kishi bemalol sig'adi. Kiloga olib turing-chi. Kilokalardan oldi. Mana bundan boshlanadi. Orqa tarafida yashilari ham bor ekanda, ukaxon. Ha, yashillari bor. Addenni yukxonasi ham bor aka. Plyusiga. Wow. Qarang, har bir joydan foydalangan, ha? Foydalangan Xitoylar. Ajoyib. Mana suyag'ichlari qarang, chiroyligini. Machalkasi ham yumshoqda. Aha. Ko'jadan ham bor-a? Shunaqa aka ko'jadan. 20 lik akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan bo'ladi aka bunga. 20 aka, ha, 5 ta. Ha, 40-50 kilometr yuradi bu ham. Buni narxini aka $650 deyapmiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'sh, ikkinchi modelimiz aka bu ham xuddi shuni. Oldilarda ham bor ekan, qarang. Ha, oldida savatlariga qo'yilgan bo'ladi. Ajoyib. Xo'p, davom etamiz. Ikkinchi modelimiz xuddi shuni akkumulyatori 32 lik katta amperligidan qo'yilgan bo'ladi. Qolgan hamma joyi bir xil bo'ladi aka. O'z bilim turibdi-ku, modeliga qarab, ha? Ha, modeliga qarab ketaveradi. Boshqa firmaning narsasi, ammo qulayligi ikkalasi ham zo'r. Buni narxi arzonroq chiqadi, buni narxi qimmatroq, ammo kilometri ko'proq yuradigani. Shunday. Buni narxini $700 deyapmiz. Buni ham tushirib arzon narxga tushirib beramiz. Ha. Bu modellarimiz shularda akkumulyatori 6 talik varianti. Buni ham narxini 730 dan qilib kelishtirib arzon qilib beramiz ularda ham. Oldida, orqada savatchasi bor. 3 kishilik invalid skuterlar mana. Buni puli qancha? Buni pulini $730 qilib beramiz. Bunisi aka $700, bunisi $600. Ozgina farq qilar ekanda, aka. Ozgina. Ha, ozgina razницasi bor. Agar $700 bo'lib puli bo'lsa, qo'ni-qo'shnilar qarz olmasin, buni olib berasizmi aka? Kelishtirib arzon qilib beramiz aka buni. Bo'ldi gapi, aka. Bu modelimizni ham aka mana ko'rsatib o'ting. Ham 1 kishilik, ham 2 kishilik bo'ladigan skuterimiz. Hozir ko'rsatgan tomli variantimiz, tomsiz varianti bu. Ha. Chiroyli, ha, chiroyli ishlangan ekan. Aha. Mashalloh. Aqasi yo'q, yashtilari ham bor ekan. Puli yarasha ekan hammasi. Shunaqa aka. Bo'ldi. Bularda narxini aka $570 deyapmiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Kaska, kolonkalari bor aka. Buni oyoq qo'ygan joyim? Bu yana bitta bolachani oldiga bo'ldi. Rosa o'yladim. Nima ekan? Oyoq qo'ysa tepa bo'lib ketyapti. Shunaqa. Ha, oldiga o'tkazib olishadi. Ha, yosh bolachalarni o'tkazib olsalar ham bo'ladi. Keltirib qo'yibdi-da. Ha, shunaqa. Ajoyib. Xo'p. Keyingilari. Keyingi modellarimiz aka 300 kilolik motorolimiz. Bu ham arzon hadavoy ketib turgan modelimiz. Buni narxini $600 qilib beryapmiz. Buni akkumulyatori 4 talik bo'ladi. 32 likdan qo'yilgan bo'ladi. 35-40 kilometr yuradi. Tushunarli. Narxi arzonroq variant. Tushunarli. Xo'p, WhatsAppchilar deb aytib qo'ying-chi. Velosipedchalarimiz aka har xil bizni mana shuni so'ramoqchiman-da, jiyanlarimiz ko'payib qoldi. Bizni sovg'aga masalan olib borsizdan bori, xursand qolishyapti. Shunaqa. Nechmi mana shu? Buni o'zimiz Andijon shahrida chiqyapti. 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Milliy ekan-da. Aha. Milliy brend. Milliy brend.
plastmassalar baquvvat hamma yo'llari. Aha. Shu 40-50 kilogacha ko'tarib Bularchi? beradi. Massabchalarimiz. Bular ham o'zimizni O'zbekistonda chiqyapti. Bularning narxini 400 ming so'mdan qilib beryapmiz. Sifati bulardan yaxshi. Razmeri necha deylar bular? Razmeri 20 lik. 20 lik, Ha, 12 dan boshlab 20 razmerigacha bor. O'tgan safar kelganmi? Nasos ham berdingiz bizga? Nasosigacha. Bunisiga ishtongizga. Qo'yganlarga shunaqamish qilib. Sizga. Yo'q, unadim menga. Mana akalar. Nech puldan bular pullari? Buni narxini 400 ming so'mdan qilib beryapmiz. 400 ming so'm. 20 razmerigacha bor. Kami bor, a? Ha, har xil Xitoydagi. Lekin buni narsani ko'p ko'rdim, juda joni qattiq ekan. Buni ham ha, joni qattiq. Buni o'tirg'ichligi ham bor. Mana shuni akalar. setkali variant. Bu hali Xitoy brendi bu. Bu ham Xitoydagi. Chunki Ishlarda har ha, xil biz mahallamizda ham shuni ko'p nima qilishyapti, baquvvat ekanda. Men olganimdan ham baquvvat ekan mana shu. Просто biz bolalar shu ikkita g'ildirak tanlashdi-da. Yaxshi ekan. Bularchi? Bular rабочий shekilli. Ha, bular Astatga arzonroq qilib bularni 400 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni. Ha. Yangilari 700 ming so'mdan sotilgan mana shular. Ata ishlayveradi. Ata ishlaveradi, aybi va shitlari jindek qaralgan, zanglagan joylari bor. Ammo Xo'p, endi akalar do'konchiga kirdik. Bag'da endi o'ta ham go'zallari bag'da ekan. Bular 2 kishilikda korxona. bular 2 kishilik benzinli skuterimiz aka. Ancha qizg'anasiz ekan, ha? Ha, rasxoti aka yuziga bularni Aha. 3,5-4 litr deyilyapti. Balonlari katta balondan qo'yilgan bo'ladi. Oldarqi tormoz, jitkis tormoz qo'yilgan aka. 150 kubali. Eng hadava ketib turgan modellardan biri. Birinchi modelimiz Tank 1, bu Tank 2 modelimiz. Qancha deysiz pullarni? Bu to'ralama 4 skuterimiz narxi benzinli $8 deyapmiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. O'shaga biz obunachilarga Ha, siz obunachilaringizga mega bonuslar. bonusiga kaskalarni qo'shib beramiz aka. U kaskasi bo'lmaydimi o'zi? Bo'lmaydi, bonusiga qo'shib beramiz. Qo'shib beriladi. Shlemlariga qo'shib beramiz. Hamma rangidan bor ekan-ku. Ha, bular elektronniy skuterlarimiz. Ha. Bularimizni narxini, bular 6 ta akkumulyator qo'yilgan, 40-50 kilometr yuradi. 150-200 kilogacha ko'taradi, kishini bemalol ko'taradi degani. Bularning narxini aka $490 qilib beryapmiz, 6 ta akkumulyatorliklarini. Yana jindepni kelishtirib beramiz. Bu taraflarchi bu bular. Bu skuterlarimiz aka $360 dan oldi-orqa tormoz jitkis qo'yilgan. Bularga 5 ta 20 amperli skuter. Mashallah. Motori 500 lik bo'ladi, kaska jiletlari bor, buni o'zi zavodga qo'yilgan bo'ladi ichida. Ha. 3-4 xil ranglari sotuvda mavjud aka. Shetdan betgacha $360 qilib beryapmiz. Mana bu modellarimiz oldin o'zi jitkis tormozli, orqa kalotka bo'ladi. Buni narxini $350 deyapmiz. Bu modelimiz 2 farali, yangi chiqqani, lupali bo'ladi. 2 tomonda lupa farasi bo'ladi. Bunga ham 5 ta 20 lik akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Motori 500 lik bo'ladi. Buni ham narxini $360 deyapmiz. Gap yo'q. Mana shu modellar hammasi bir xil bo'ladi. Keyin elektronniy velosipedlarimiz ham bor. Ko'p, juda ko'p minishyapti shundan, ha. Bularga prava nomer talab qilinmaydi. Shu tomoni qulayligi bor aka. O'zi как WhatsAppda bular. Velosiped hisobida. Bu elektronniy velosipedlarimiz narxi aka, bular $330 dan 26-24 farqi yo'q. Bularimizni narxini aka $300 deyapmiz. Bular razmeri kelishtirib beramiz, to'g'rimi? Kelishtirib beramiz aka, arzonroq qilib beramiz. Vibrda ko'pligini qarang. Vibr qancha ko'p bo'lsa, narxi ham shunaqa arzon bo'ladi. Qimmatda klientni qochirish niyatlar yo'q. Arzon. Jahon endi mana bunasidan o'zimga ham qilib berasiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Kelgan soatim ko'zim mashinalarda turibdi-da, mori. Endi hamma ham o'lchalariga shunaqa mashina olib bergisi keladi. Bular necha puldan boshlanadi aka? Bu mashinachalarimiz aka eng arzonimiz 1,5 million so'mdan boshlanadi. O'sha 1,5 millionligini ham ko'rsatib o'tamiz. Shu bir kishi bemalol sig'adi. 30 kilo, 40 kilo. Burchak tomonda aka. Ha, 1,5 milliondan mashina boshlanadi. Aha. Ko'pga yuradi bular? Ha, bular 1 million 600 ming so'm, 1,5 millionliklar ichkarida. Bu 50 kilogacha bemalol ko'taradi. To'rala balonda motorchasi bor aka. Bunimizning narxi 1 million 800 ming so'm. Bunga nisbatan akkumulyatori kattaroq bo'ladi. Kattaroq, ha, zaryad ko'p ketib beradi. Yoqilishlari ham oson aka. Eshiklari ochilinadi, bitta knopka orqali mana yonadi aka. Oldiga, orqaga fonarmalar, hamma yo'llari bor aka. Bu eng arzoni shu. Bular endi aka eng arzon shu. Nima ekan bular? Kuchli ekan. O'taribdilar-a ko'plarni. Kattalarining narxi aka 3 million 900 ming so'mgacha ketaveradi, 1,5 milliondan boshlab. Birinchi modellar mana ko'rsatib o'tamiz. Yo'q, sizlarda arzon ekan haligi.
Men qimmatroq eshitibman narxi. Biz dilerligini olganmiz, bozordan arzonroq bizniki, narx-navo. Ha, haligi adarkiga, sovg'aga, yosh bolaga juda zo'r ekanda. Bularni ham narxini, aytilish narxi kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Ha, men mo'layiz endi ko'p kilani ko'proq ko'tarsa kerak. Ha, bular Turishidan vahima. 80 kilogacha bemalol ko'taradi. Ikkita bolacha bemalol sig'adi, 4-5 yoshli bola. To'rala balonda motorchasi bor, akkumulyatori 24 voltli, bir kunga bemalol yetib beradi. Zerikar ekanda bir kun yurib, Ha, bir kun zerikadi. Yosh katta odamlarni ko'taraveradi 90 kilogacha. Buni narxini 3 million 800 ming so'm deyapmiz, kelishtirib beramiz. Tepadagi modellarimiz bor aka. 1 million 700 ming so'mdan. Aha. Kelishtirib beramiz ularni. Keyin nimasi ham bormi? Haligi mototsiklchaga o'xshaganlar bular. Ha, mototsiklchalarimiz ham bor aka. Mana ba'da ekan, ha. Razmeri katta, kichik har xilidan bor aka. Haligi bayram kunlari 10 ming so'mdan 100 metr yurganga olishyapti-ku haligi. Aynan yangi yilda bordi-ku, shunaqadan olib qo'yishibdi. Dunyo pulini topib oldiringlar, bor. Shunaqa. Borib kelyapti, 10 ming so'm endi bolalar yig'lamasin deb nima qilasiz? O'sha bular ham katta skuter, bog'da turgan skuterlardan. Bu ham mana razmeri katta skuter. 80 kilogacha ko'taradi. Aha. Orqada sirenalari bor, oldida faralari qo'yilgan. Katta skuterda kichikroq varianti bo'ladi. Kechqurun svitlar yoqsa qiziq bo'lsa kerak. Ha, kechqurun ancha chiroyli bo'ladi aka. Xo'p, bunimizni narxini 2 million 300 ming so'm deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Xuddi shuni arzonroq varianti bor aka. Razmeri kichikroq 1 million 800 ming so'm kelishtirib beramiz. Qay o'tiriblardan ko'raylik ekan? Ha, ba'da WhatsApplar ekan-a. Voy, Viber ko'p sizda? Aha, bizda velosipedlar razmeri 12 dan boshlab 28 gacha bor. Har xilidan. Har xilidan, ha? Xitoydagi hammasi ishonchli joydan olingan velosipedlar aka. Ha, o'zing tavsiya ham berasan. Misol uchun yosh katta odamga, kichkinaga. Misol uchun menga haligi tavsiya berdingiz-ku. Aha. Haligi dadamga olib berdik-ku. Mana shunaqami olib nima qildingiz-da? Hozir masjidga minib borib kelib turishibdi. Svitlar ham o'zini yo'q ekan, diyotlari bor ekan. Generatorlari bor. Qiynalishgan yo'q. Bulardan narxlar qanaqa aka? Bu velosipedlarimiz narxi yosh bolalarga 450 ming so'mdan boshlanib 650 ming so'mgacha, ha, 3-4 yoshdan boshlanib. Bu katta velosipedlarimiz 1-sinfdan boshlab 7-sinfgacha bemalol tushadi. 850 ming so'm. Skorli velosipedlarimiz aka 1 million 100 ming so'mdan boshlanib 1 million 400 ming so'mgacha ketaveradi. Beskor velosipedlarimiz 1 million 50 ming, 1 million 100 mingdan boshlanadi. Yosh katta odamlarga ham, mana yosh katta otaxonlarga ham velosipedlar bor. Yosh katta otaxonlarga ham velosiped bor. Bularning narxini 1 million so'mdan qilib beryapmiz. 1 milliondan boshlanib 2 milliongacha ketaveradi. Skorli, amortizatorli. Mana shunaqasidan olib kerak bizga. Mana shu zo'r ekanda. Bular ham hozir eng zo'r ketib turgan velosiped. Dinam qo'yilgan bo'ladi. Amortizatorlari bor aka. 3 ta skorochli bo'ladi. Tayyor keladigan velosiped bo'ladi bular. Nech pul dedingiz shularni? Bunimizni narxi aka 1 million 600 ming so'm kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu velosipedlarimiz bor. 1 million 200 ming so'm, 1 million 150 ming so'm. Bular ham Xitoyda velosipedi. Chetda yig'ilgan bular? Chetda yig'ilgan. Bular tayyor keladigan velosiped bo'ladi. Tepada nimalar bor? Tepada aka yosh bolalar uchun kalaskelarimiz. Birinchi bir qiziqdi shunga. Bo'lsa rullar bo'lsa, velosipedlarimiz bor ekan. Voh, tepaga chiqdik akalar. Paskon. Voy voy. Abekas padarkaga kelish kerak ekan. Shunaqa yosh bolalar uchun hamma yo'q bor ekan. To'pdan boshlab. Mavlar ancha qiziq ekan, ha? Bu pastda ko'rgan elektronli mashinachalarimiz. Razmerini ko'rishingiz mumkin. 80-90 kilogacha bemalol ko'taradi ekan mana shu. Shunday ochadimi buni aka? Eshiklari ichkaridan ochilinadi. Bu ham aka knopkali, pultdan boshqarsa ham bo'ladi bularni. 2-3 xil ranglari bor sonto. Qani davom etadi? Bizda keyin o'yinchoqlarimiz bor. 10 ming so'mdan boshlab 250 ming so'mgacha ketaveradi. Ha, 10 ming mashinachalar har xilidan bor aka. Elektronli mashinachalar ham bor. Ha, yangi kunasi sotib o'tdi aytdim. Shunaqa. Bayramga. Keyin aka kalaskelarimiz bor ichkari xonada. Ha, kalaskelar. Kalaskelarimiz ham Xitoyning mahsuloti, o'zimizniki emas, hammasi ishonchli joydan olingan. Baquvvat. Sifati yaxshi, baquvvat kalaskelar. O'zingga ham taqib berasizmi? Bor. Ajoyib. Kalaskelarimiz narxi aka eng arzonimiz 450 ming so'mdan boshlanib ketadi. Mana shu kalaskelarimiz 450 ming so'mlik. Hassa kalaska deyiladi. Ixcham taxlanadigan varianti mana shular. Eng qimmatichi? Eng qimmati 1 million 250 ming so'mgacha ketadi. Ularda 2-3 xil mana funksiyalari bor.
Mana eng qimmatimiz 1.350.000 so'mgacha ekan. Ha. Bunga amortizator qo'yilgan bo'ladi, balonlari rezinkali. Ha. Keyin buni qo'lda ko'tarib ketsa ham bo'ladi, sumkachalarigacha bor aka. Malades. Malades. Qo'y. Kerak ekan bizga hozir shundan. Ha. Yaxshi. Xullas kelish kerak ekanda. Hamma yo'q bor ekan. Hamma uy bir bor. Hurmatli obunachilarimiz, hamma narsa bor. Mashallah. Baraka bozordan keldim desa, narxlar rezko o'zgaradi. Ha, narxlarni arzon qilib kelishtirib beramiz obunachilaringizga. Bo'ldi aka. Ham bo'lmasa, bugun videoni qo'yaylik. Aha. Egasiga video bor, ha? Sizga rahmat. Aka, sog' bo'lib. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lasiz.